Ahridanmi dedi. Haligi so'zni eshitgan Addos xursand bo'lib ketdi. Ya'ni o'zini payg'ambar edi-da. Sen qayerdan taniysan Yunusni dedi. Yunus payg'ambar, men ham payg'ambarman. Yunus meni birodarim dedi. Addos nima dedi? Ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Va ashhadu annaka Muhammadar rasululloh dedi. Ana shu joyda iymon keltirdi. Rasulimiz alayhisalomning qo'llarini, oyoqlarini o'pa boshladi. Mana bu joyda turgan Utba bilan Shayba ana bu Addosni ham yo'ldan urdi dedi. Va Addos kelarkan, "Ey ahmoq, sen nimaga unga iymon keltirding?" dedi. Allohga qasam ichib aytamanki, Muhammad payg'ambar dedi. Muhammad payg'ambar dedi. Rasulimiz Habibimiz alayhissalom ana shu joyda qiylangan holatda o'tirar ekan, bir holatni eslataman. Agar kimni otasi, onasi vafot etgan bo'lsa, vafot etgan vaqtini bitta eslanglar-da. Insonni qanaqa stressga tushirib qo'yadi, ililar oyoqlari qo'yib yuboradi. Odamlar hushidan ketib qoladi. O'tirgan joyda o'tirib qoladi quvvatsizligidan. Payg'ambar alayhissalom qiyinchilikni qattiqligidan, azob, uqubat, taziqni qattiqligidan ana shu joyga o'tirib qolgan. Va o'zlari aytadiki, o'rnimdan turib deydi, yurishni boshladim deydi. To'g'ri, biz boradigan hozir Qornul Manazil deb qo'yadi, miqot. Qornul Manazilga bordi. Aytadiki, payg'ambarimiz alayhissalom, ko'zimni ochsam Qornul Manazilda ekanman deydi. Ustimda bir bulut bor edi. Va bulutning ustida Jabroil bor edi deydi. Jabroil bor edi. Jabroil alayhissalom aytdi: "Assalomu alaykum ya Rasululloh" dedi. Allohning sizga salomi bo'lsin. Meni Alloh yubordi. Biron bir hojatingiz bormi? Va men bilan birga Malakul Jibalni, ya'ni tog'lar farishtasi. Tog'lar farishtasini yubordi. Biron bir hojatingiz bormi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Malakul Jibal assalomu alaykum ya Rasululloh dedi. Menga nima hojatingiz bor? Bo'lgan holatdan, ya'ni xabarimiz bor degandek qilib, ruxsat bering, buyuring ya Rasululloh. Ikkita Axshabayn deb qo'yadi, Makkaning ikkita tarafidagi tog'. Axshabaynni Makkaning ahliga yopib boraman dedi. Makkaning ustiga yopib boraman dedi. Qarang, Nuh alayhissalomning qavmini suvda ostida qoldirgan Alloh taolo. Lut alayhissalomning qavmini turpog'ini ostida qoldirgan Alloh taolo bunga ham qodir edi. Ayting dedi, Makkani ustiga ikkita tog'ni yopib boraman, Axshabaynni yopib boraman dedi. Rasululloh alayhissalom nima dedi? Yo'q dedi. Men Allohdan umid qilamanki, qiyomatgacha Allohni tavhidini yetkazadigan, Allohni tavhidiga da'vat qiladigan va Allohning dinini yetkazadigan kishilarda mana shu joydan chiqishligini Allohdan umid qilaman dedi. Endi bugungi Makkani qarang. Butun dunyo yog'ilib kelyapti bugun, ha? Alloh taolo ana shu joyda payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duoyi xoir qildi. Ya'ni yaxshi duo qildi. Duo ibodat qilsa bo'lardi. Bu joyda bizni oladigan ibratimiz nima, hojonalar? Agar ikkita opa-singil arzimagan bitta ko'ynakda deb urushib qolsa, ikkita aka-uka 6 metr yerda deb urushib qolsa, ikkita birodar arzimagan pulni deb urushib qoladigan bo'lsa, bir-biriga qancha la'nat o'qib yoradi. Orqasidan gapirmagan gaplari qolmaydi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalomni eng qattiq qiyinchiliklar bilan qiynashgan. Lekin Rasululloh alayhissalom aytdi, har bir holatda namuna bo'lgan Rasululloh alayhissalom dushmanlarga qanday muomala qilishini ko'rsatib qo'ydi. Va aytdiki, Allohdan umid qilaman, qiyomatgacha islomni yetkazadigan kishilarda mana shu joydan chiqishligini Allohdan umid qilaman dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga mana shu joyda juda ham katta bir namuna, juda ham katta bir dars bo'lib ketdi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini izidan yuradigan va u zotning hayotlarini o'rganadigan va u zotning hayotlarini hayotimizga tatbiq qiladigan insonlardan bo'lishligimizga o'zi muvaffaq qilsin. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday zot bo'ldilarki, hayotlarini bizga bag'ishladi, ummatlariga bag'ishladi. Hayotlarida juda ham ko'p holatlar bor, ummatlari uchun qayg'urganliklar. Va mahshar maydonida butun bashariyat ahli jamlanar ekan, jannat ahli jannatga, jahannam ahli jahannamga bo'linadigan bitta maydon bo'lar ekan, hamma payg'ambarlar nafsi deydigan bir kun bo'ladi. O'zimni nafsim, hatto payg'ambarlar, otalar farzandlaridan qochadigan kun bo'ladi. Onalar yaxshi ko'rgan farzandlaridan qochadigan kun bo'ladi. Lekin mana shu kunda ummatim deb turadigan zot bu faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. So'rayman sizlardan, hoji-akalar, hayotda yasharkanmiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni erchib yashashlikka, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni
hayotlarini o'rganib yashashlikka, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zimizga kumir qilishlikka va u zot bilan izma-iz ketishligimiz uchun bizga yetarli xizmat qilgan ekanmi Rasululloh alayhisalom? Biz uchun shuncha qiyinchilik ko'rgan ekan va shuni aytamizki, tarix kitoblarida juda kam o'qiganmiz. Va inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini qancha ko'p o'rganar ekan, shuncha muhabbatli bo'ladi. Va ertaga qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ahabba bi qaumin fa huwa minhum." Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, bir kishini yaxshi ko'rsa, qiyomat kunida ana o'sha bilan bo'ladi dedilar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishligimiz uchun, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotlarimizga tatbiq qilishligi uchun va u zotni yaxshiroq tanishligimiz uchun ko'proq siyrat kitoblarida o'rganishligimiz, ko'proq u zotning hayotlarini o'rganib, o'zimizning hayotimizga tatbiq qilishligimiz biz uchun eng afzal amal hisoblanadi. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa nastag'firuk va natubu ilayk.